Assalomu alaykum. Bugun bizda Isuzu Encounter 90L izotermiskiy kuzovimiz. Xo'sh, qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bokovoy oynalari pastda boshqa kichkinachasi ham bor. Baloni Bristol 17,5 bez kamerni 100 ming 150 ming kilometr yurib beradi. Siklopadyoniklar elektronli, sentr zamogi bor. Rul, sideniya regulirovka bo'ladi. Buruchnik, воздушный, 6 tali korobka, konditsioner bor, magnitofon bor, и tepadan shunaqa polkalari ham bo'ladi. Xo'sh, dальше. Motor dizelli 4 tali ryadli silindr turibdi, 155 ot kuchi. Korobka 6 tali, aytganimdek. Bak 140 tali. Xo'sh. Yon tomondan shunaqa yashigi bo'ladi, orqa alyumin duga. Lesnitsasi bo'ladi, yon tomondan shunaqa eshigi bo'ladi. Buni oddiy temirli bilan farqi, ko'pchilik so'raydi, farqi kuzovida, akalar. Mana shunaqa tayyor obshivkali 4 santimetrlik qalin shunaqa devori bo'ladi. Bu stikloplast, temir emas. Ichida poliuretanoviy utepletili bor. Juda mustahkam narsa. Kuzovning uzunligi ichkaridan o'lchangani 570, balandligi 220, eni 210. 26,5 kub hajmni beradi. Texpasportda gruzopodyomus 6,5 tonna yozib beriladi. Oddiy temirli budkadan farqi 1,5 tonnaga ko'proq yuk ko'taradi degani. Xo'sh, tormoz sistemasi buni ko'pchilik biladi, havolik. Yanada nazorjanroq bo'ladi. Mashinamiz tayyor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qiling. Narxi 665 million so'm.